Bu kim? Ovozi quloq pardamga tegishi bilan meni g'azablantiradigan bir odam bor. Bu Iroha. To'liq tushuntirish kiritishingiz shart emas edi. Nima xohlaysan? Meni qo'yib yubor. Maktabdan keyin sizni yolg'iz ko'rganimga xafa bo'ldim. Shuning uchun yoqimtoy ko'qayingiz tashrifi sizni xursand qiladi deb o'yladim. Hech kim sen bunday qilishingni so'ramadi. Meni qo'yib yubor. Buni xohlashingizga ishonchingiz komilmi? Nima demoqchisan? Buni sezmadingizmi? Sizni orqangizga tegib turgan bu yumshoq va silliq hissiyotni. Ha, o'z-o'zidan ma'lumki, ko'kraging shu holatda menga tekkanda. Demak, nihoyat buni tushundingiz, senpai. Nima, rostdanmi? Men ayol tanasi haqida ko'p narsa bilmayman, lekin eshitganmanki, agar kiyim orqali ko'krak qafas sizga tekkanini his qilsangiz, ularning sun'iy shafqatsizligini bilasiz. Men ich kiyimni kiyishni unutib qo'ydim. Ustiga ustak ko'ylagimning tugmalari ham otilib ketgan ko'rinadi.